meni homiylarim, menga uchastkalar olib berganlar, mashinalar olib berganlar, yana bitta rejalar bor, qarashib borasizlar. Assalomu alaykum hoji otalar, hoji onalar, aka ukalar, opa singillar. Bugun mana shu san'at koshonamizni chiroyli tabassum bilan, go'zal qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab to'ldirib kelganinglar uchun kattakon rahmat. Sizlarni ko'rib boshimiz osmonga yetdi. Qadaminglarga hasonatlar bo'lsin. Salomat bo'linglar. Ko'rgan ko'rishga bizda xursandmiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Telefon tokdan zaryat oladi. Hozirgi mashinalar ham tokdan zaryat oladi, bilasizlar. Biz san'atkorlar sizlarni qarsaginglardan, olqishinglardan zaryat olamiz. Bizni zaryatlaydigan sizlarni olqishinglar, qarsaginglar bo'ladi. Bitta zaryatga to'ldirib olay. Rahmat, 100% bo'ldi, rahmat. Biz ham mana shu sizlarni muxlislarimizni fikrlarini eshitsak xursand bo'lamiz. Menga bittasi aytayapti, Avazoxon deydi, har kuni ertalab sizni konsertingizni 10 minut ko'rib, keyin ishga ketaman deydi. Qarang, shunaqa muxlislarim bor ekan meni. 10 minut har kuni ko'rib, bir kayfiyatim ko'tarib olaman-da, keyin ishga ketaman deydi. Bittasi nima deydi? Avazoxon deydi, har kuni kechqurun sizni konsertingizni ko'rib, uxlab qolaman deydi. Xursand ham bo'ldim, xafa ham bo'ldim. Xursand bo'lganim har kuni ko'rganiga xursandman. Xafa bo'lganim uxlab qolgani yoqmayapti-da. Shu darajada zirkali bo'lyapti konsertlarim. Uyda uxlasa uxlaversan, shu yerda uxlaydiganlar bor. Qaysidir bir yil mana 4-qatorda masjidda bittasi uxlayapti-da. Sap-sariq odam, yaltillab uxlayapti. 3800 ta odam kulib o'tiribdi. Mana shu e'tiborim tortib ketaveradi-da. Qo'y, ishing bo'lmasin deb gapiryapman. Yaltillayapti-da mana shu taraf bor. Qarayman, uxlayapti, ko'zim ketib qolaveradi. Oxir hali yonida o'tirgan ayolga sekin imladim, sekin ko'zim turg'izib oling. Turg'izib oling. Sen boyaga ayolab, gapir. Gapir. Turg'izib oling. Tutib oling. Oxiri iloji yo'q, mikrofonda aytdim, opa. Mana shu yoningizdagi odam yo'qotib yuboring, opa. Sen voy Avazjon, sizga xalaqit qilyaptimi? Uxlaversin, indamang. Men aytdim deydi. Kim bu desam, bu bizni Termizdan olib kelgan shofyor deydi. Hozir yana qaytarib olib ketadi, uxlab olaversin deydi. Endi fikrimni tortib ketyapti-da, g'alati-da dedim-da. Desam, nimasi g'alati? Baribir o'ris sizni tushunmaydi bu deydi. Gapiravering, sizga nima farqi bor? Joyiga to'laganman deydi. 400 mingga bilet olib uxlatib qo'yibdi. Ha, shunga 400 mingga gazsiz olsangiz oyog'ini cho'zib yotardi-ku dedim. Sen sirazi ketamizda, yonimizda bo'lib turaversin deydi. Ana shunaqa muxlislarimiz ham bor. Kommentariyalar yozishadi. Men konsertning kommentariyasini o'qib o'tirsam, endi men bunga loyiqman demoqchi emasman. Endi menga hali ancha bor-ku. Endi muxlis yozganda endi. Bitta muxlis Avazoxonga xalq artisti unvonini berish kerak deb yozib qo'yibdi. Haligini o'qib turib borku, o'zimga o'zim yo'q-a devardim-da. Halamasa devardim-da. Xizmat ko'rsatgan emas. Birdan xalq artisti. U kommentariyaga kommentariya yozar ekan yana odamlar. Voy, bittasi nima deb yozgan? Allaqachon berish kerak edi debdi. Desa yana bittasi beruvdi shekilli. Desa yana bittasi uni ashulachilarga beradi-yu. Haligini o'qigan sari boru o'pkam to'lib ketyapti-da. Ko'zimga yosh keldi-da. Xotinim kelib, "Ha dadasi" deydi. Men aytdim, "Qarang muxlislar. Avazoxonga xalq artist unvoni berish kerak deb yozibdi." Desam, "Men yozdim" deydi. Xotinim yozgan ekan. Mayli-da, orzu, niyat, hali aytadi-yu. General bo'lishni orzu qilmagan askar emas. Xalq artisti bo'lishni orzu qilmagan san'atkor ham san'atkor emas. To'g'rimi yigitlar? Orzuga ayb yo'q.
Yaxshi niyat. Endi mana bugun sizlar kayfiyatinglarni ko'targani keldinglar. Mana Tolibjon akam aytganlaridek, bugun sizlarni biz kayfiyatinglarni ko'tarishga harakat qilamiz. Shu olgan biletinglarga bugun Xudo xolasa rozi bo'lib chiqib ketasizlar. Men bugun shunaqangi sizlarni Xudo xolasa yurakdan kuldiramanki, qo'ldan olgan biletlaringga ham rozi bo'lib ketasizlar. Unda meni aybim yo'q lekin. Kayfiyat ko'targan yaxshi deb baribir, ha? Kegunchi kayfiyatni, immunitetni ko'taradigan eng zo'r narsa nima ekan bilasizlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Qo'shiq, kulgu, mamma. Mendan boshqa ham bor-ku kayfiyat ko'taradigan. Nima yana? Pul. Kim aytdi shuni? O'zi aytib, birovni ko'rsatib qo'yapti bunday qilib. To'g'ri aytdingiz aka. Pul. Odamchi pul sanaganda kayfiyati ko'tarilar ekan. Mana shu kayfiyatsiz tushgan paytda yashirib qo'ygan pullaringizni olib sanab qo'ying-da. Kayfiyatsiz ko'tariladi. Endi prosta ichidan kam chiqmasa. Ama ichidan kam chiqsa yomon kayfiyat tushib ketadi. Keyin sizlarda mana erkaklarda ko'p bo'ladi shunaqa holat. Yomon xursand bo'lib ketasiz, hali xotiningiz shimingizni yuvgan bo'lsa, ichida pul qolib ketgan bo'ladi. Yomon xursand bo'lib ketasiz. Immunitetingiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Keyin sayohat ham kayfiyatni ko'tarar ekan. Eng zo'r narsa insonning immunitetini, kayfiyatini ko'taradigan eng zo'r narsa chamadon ekan. Chamadoningizni ko'tarib chiqib keting uydan. To'g'rimi aka? Zo'r narsa sayohat. Men yaxshi ko'raman sayohatga chiqishni. Har yili meni hech kim tanimaydigan joylarga borib, shorti kiyib olib yuraman, maza qilib. Zo'r-da sayohat. Mana o'tgan yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev bilan Amerikaga borib konsert qo'yib keldik. Amerikaga. Bu yerda bizni konsertimizni tashkil qilgan opa aytdiki, "Avazohil, Ulug'bek bitta reklama yozib beringlar, чтобы bu yerdagilar bilsin sizlarni kelayotganinglarni", dedi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan reklama yozib berdik. Tez kunda Amerikada muxlislar bilan ko'rishamiz deb e'lon yozib berdik. E'lon internetlarda ketdi, Instagram, Telegram, YouTube'larda ketdi. Ertasi kuni bittasi telefon qilyapti menga. "Avazohil, desam, Amerikaga ketayotgan ekansiz, ketyapmiz. Viza oldingizmi?" "Oldim aka", desam. "Amerikada qarindoshlar bor. Salomat bo'lsin", desam. "Bitta iltimos bor-da, Avazohil", dedi. "Qanaqa iltimos bor?" desam. "Shu 4 ta patr berib yuborsam olib ketasiz mana. 10,000 kilometrga non ko'tarib ketishim kerak ekan." Aka yaqinlashaversin, gaplashamiz. Ertasi kuni yana bittasi telefon qilyapti. "Alo, Avazohil", dedi. "Ha", desam. "Amerikaga ketyapsizmi?" "Ha, ketyapmiz", desam. "Amerikadan telefon qildi tanishlar", dedi. "Ha, salomat bo'lsin", desam. "Uka bitta iltimos bor-da", dedi. "Qanaqa iltimos bor?" desam. "Shu 2 ta qazi berib yuboraman. So'mkangizni burchagida ketadi. Yog'i oqibmi?" dedim. "Aka gaplashamiz, yaqinlashaversin", dedim. "Bittasi telefon qilib pista bodom berib yuboraman", dedi. "Bittasi telefon qilib qoqib berib yuboraman", dedi. Oxiri endi ana opaga telefon qildim, endi so'mkada joy qolmaydi-yu. Maykada ketamanmi qishti kuni? "Opa", dedim, "birov qazi berib yuboraman, bu patr berib yuboraman, birov pista bodom berib yuboraman", deyapti. Bunaqada so'mkada joy qolmayapti-yu. Nima qilsak bo'ladi desam, boyagi ayol nima deydi? Amerikadagi ayol. "Avazohil ukam, hech kimdan hech narsa olmang", dedi. "Nimaga?" desam, "Men sizga Toshkentdan mantiqosqa aytib qo'yganman", deydi. Endi uni olib ketmasam bo'lmaydi. Shunasizlarmi, o'zbek san'atkorlarining ichida Amerikaga birinchi bo'lib mantiqosqon ko'tarib borgan san'atkor men bo'ldim. Katta mantiqosqon ekan o'zi ham. Bozornikimi bilmayman. Endi ketishdan oldin Samarqandga bordik. Samarqandliklar bormi? Ha, bor. Samarqandliklar Amerikada bor ekan. Samarqandliklar qayerda yo'q? Samarqandliklar Samarqandda yo'q. Qolgan hamma joyda yuradi bular. Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldida, "Avaz aka, biz sizga muxlis. Akajon bitta chetga o'taylik gap bu." Endi muxlis bo'lsa to'yga aytsa kerak, sekin chetga o'tib. "Nima gap aka?" desam, "Aka Amerikaga ketayotgan ekansiz." "Ketyapman" desam, "Akajon bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?" Dedim, aytdim, "Men o'zim erkakligimni bilaman-ku, sizni birinchi marta ko'rib turibman" dedim.
Sam aka hazil o'z yo'liga. Aka men sizga $30,000 pul beraman dedi. Qancha? Sam 30,000. Yo, men bunaqa katta pul olib ketolmayman dedim. Kechirasiz dedim. Men bunaqa katta pul olib ketolmayman. Sam aka u pul sizga. Menga? Nimaga? Sam mani olib ketding aka deydi. Meni odam savdosiga aralashtiryapti. Aytib kechirasiz dedim. Unga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak dedim. Men sizni nima deb olib ketaman desam, administratorim deysiz, olib ketasiz aka, tamom deydi. Men aytdim, men sizni qanaqa administratorimni olib ketaman dedim. Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman dedim. Ketdik Amerikaga, hech narsa olmadik. O'zi so'mka to'ldi-da, qish bo'lsa, samolyot 13 soat uchar ekan. 13 soat ham uchadimi? 10,000 kilometr. Bilasizlar, men samolyotdan qo'rqaman. 6 soatdan keyin jim bo'lib qolsa bo'ladimi hamma? Stardessalar ham yurmayapti-da. Endi meni hayolimda lo'tchi uxlab qoldi deyman. Samolyotdan bor-ku, hayolimda mamdaqasiga uchyapti-da, chapga qarab. Men aytdim, Antarktidaga qarab ketyapti-yo bu deyman. Pingvinlarni oldiga tushmasak bo'ldi borib deyman. Bir paytimda siltaladim, aytdim, to'shni uxlayapti bu deyman. Endi mashinada bo'lsa gaplashib ketasiz-ku. Ruxsat bersa shu lo'tchga anekdot aytib ketardim. Shuni iloji bormikin deyapman-da. Yo, bir payt 6 soatdan keyin gapirdi. Gapirganda ham bor, bundaqa gapirdi-da. Hurmatli xonimlar va janoblar, samolyotimiz 10,000 metr balandlikda parvoz qilyapti. Havoning harorati -60 daraja. Xavfsizlik kamarlarini taqqan holda hatto oxirigacha joyingizda qolishingizni so'raymiz. Aytdim, alahsirayapti bu deyman. To'shni uyqusida gapiryapti-da bu. Uni inglizcha ham aytar ekan. Ladies and gentlemen, I got the flight right to Capri Tush ko'ryaptimikan deyman. Lekin keyin ovqatlab berishdi har qalay. Aytdim, ovqat bergandan keyin aytdim-da, ha, uxlamayapti ekan dedim, ha, shu. Lekin bizning havo yo'llarini ovqatlari shirini, butun dunyoda bizni havo yo'llarini uchar choyxona deyshar ekan. Ovqatlari shirinda. 13 soat uchdik, Amerikaga qo'ndik. Hey, uchgan narsa qo'nar ekan. Xudoga shukr. Aeroportdan chiqib kelyapman New Yorkdan. Bitta qo'limda so'mka, bitta qo'limda mantiqasxon. Yana videolar bilan chiqishibdi meni kutib olgani. Qasqondan deyman. Qasqon ham tushib qolibdi. Mana Yevropada bitta narsani ko'rdim-da, mana Amerikada ham shunaqa ekan. Bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz, o'z pusht kabaringizdan bo'lgan bolangizni ursangiz, oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urishga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib yurar ekan, yo'qsa qo'shnisi ko'rib qolsa, qo'shnisi telefon qilib yurar ekan. Mana Yevropadan kelganlar o'tirishibdi. Yo'q bo'lsa, bolani o'zi telefon qilib yurar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib yurar ekan. Bitta o'zbek aytib beryapti. O'zbekni bo'pti-da, ish topib, dokument qilib joylashgan. 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan. Nima qilish kerakligini. Bugun dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini. Bir shapala uribdi endi. Bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasizda. Men aytaman, bolalarning qo'liga telefon bermanglar deyman. Ko'p ota-onalar yosh bolang qo'liga telefon berib qo'yadi. Meni videoga oladi to'yga borsak. Konsertga borsak. Meni videoga olgani mayli olaversin. Ertamas bir kun o'zlaringni videoga olib qo'yadi. Bir kunda tanilib ketib ko'chaga chiqa olmay qolasizlar aytib. Yosh bolada u. Mana dadam desa tamomsizda. Uribdi. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yuboribdi. Bolani olib ketib qolibdi o'zini.
Ota bechora advokat olib u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotsa ham jigarada. Jigaradan bo'lgan farzandida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Nima kulyapsizlar hozir? Eshitdinglar? Aytmay qo'yaymi qolganini? Biznes klassdan joylar olib beribdi. Samolyot Toshkentga qo'nguncha chidabdi akamiz. Hali qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga zinadan tepib tushayotganmishlar. Men aytdim, yaxshi ham bolalarni olib kelmabmiz dedim. Aeroportda oldirib qo'yardik-da agar. Bizda bolani urish oddiy holat, oddiy. Mana mana shu kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Bizda oddiy holat, oddiy, prosta. Biz yo'l-yo'lga urib qo'yamiz bolalarni. Papoti. Voy beparosat, bosma loyda, bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi-ya. Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Bizda oddiy holat bu. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kib ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppoq dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitib yuborish kerak. Bu shakarni mastavaga solib, qattiqni choyga solyapti. Desa, eram mayli qo'yaver demaydi-da. Sol. Lekin ovqat bermasa, eskiradi buni. Bizda oddiy holat bu. Bolalar ham xafa ham bo'lmaydi. O'rganib qolgan-a? Ursiz, va urasizmi? O'diraman. Nima qilaman? Ba'zi bolalar bor-ku, kalta yeyishini oldindan biladi. Tars etib piyolani sindirib qo'yadi-yu. Onasiga qarab, urmang. Urmang. O'zi kelyapti-da. Piyolani sindirdingmi? Ha, bolamga qarang, kechib. Bizda oddiy holat bu. Oddiy. Parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi-yu. O'ynatgan olib kirib ketyapti. Yugurma, mana shu turishda, qaq ketyapsan, bir qarich bo'lib. Kichkina turmaydi. Dadangga o'xshamay qolgan, yugurda. Sen ho'kiz nima anqayapsan? Ha? Kachela ko'rmaganmisan? Ukangni qo'lini usha, ukangni qo'lini usha. Bola hali parkka kirgan yo'q, azizlar. Parkdan ham urib olib chiqadi-da. Endi bizni bolalar hamchi mana 5-6 ta kachelaga chiqqandan keyin dadajon, onajon maza qildik. Topganingizga Xudo baraka bersin. Qaytamiz demaydi-da. 10 ta kachelaga chiqarib bittasiga pulingiz yetmay qolsin. Majinga chiqar. Majinga chiqmadi. Voy jon bolam, shunchasiga chiqding-ku, asol o'g'lim. Pulim tugab qoldi-da. Uyga borib pul olib kelaylik, keyin yana chiqamiz. Majinga. Yana rahmini keltirib, o'pkasi to'lib yig'laydi, bilasizmi? Majinga chiqmadi. Pulim tugab qoldi-da, dadasining oldidan pul olib keldi. Yana chiqaman. Majinga chiqmadi. Pul tugadi deyapman, shu narsani, pul tugadi degan gapni. Qaysi biringa yetkazay? Ko'rsoqda dadang 28 ming so'm pul bergan, qaysi biringa yetkazay? Yugurma, bayoqqa kel. Bayoqqa kel. Shuni qo'lidan ushlasa, bola onani bu yoqqa qarab tortadi. Ketmayman.
dedim ben sana. Bitta dedim nega gaplashaman. Yur dedim ben sana. Sen onalarimiz ham zo'r yo'lini topganda, shunday qo'yib yuboradi-da. Qolaver shu yerda. Ketdim men. Seni mana shu yerda it yeb ketadi mana shu yerda men ketdim. Bola ham bundoq qaraydi, qarasa vaziyat og'ir. Shu nomer o'tmayapti. Onada tajriba ko'p. Qolib ketyapti bola. To'xta. Endi bolani amallab ko'ndirib, shunday parkdan olib chiqib ketyapsing, bitta iplos shar ko'tarib keladi-yu. So'rab ham o'tirmay ushatib qaytdi qo'liga. Ha, dadasi? 8600 43 42 16 90 oxiri necha? 92 01. Ha, ikkita shar. 70 ming ekan. 3 ming? Yo'q, 35 mingdan deyapti. Ha, men sizni aldamayman, dadasi. O'zim yerim aldamasam kerak. Ha, bozorda 3 mingligini bilaman. Endi ishirilgani qimmat ekanda. Dadasi so'kinmang iltimos sizdan. Orqasiga cho'p tiqsa qimmat olib ketar ekanda. Dadasi tashavering, o'tishib ketamiz. Men beraman sizga shuni. Gapim puldan beraman. Bo'ldi, tushirdingizmi? Xo'p, ukajon tushdimi? Buyurmasini, Allohu akbar. Yiqilib tushgan bolani uramiz-ku. Biz ayollar pap etib bolasi yiqilib tushsa bir joying lat yemadimi bolam? Tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palonpur, soda palonpur. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib berolmadi. Ha? Kir mashina olib berolmadi dadang. Tog'orada kir yuvorib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningdan ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi. O'zim qoqayman shuni oyijon. Terimni shilib oldingiz oya. O'zim yuvaman uyga borgandan keyin, iltimos. Mana aytaman, yaxshi ham bizda ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q-a. Hammalaring oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'q-da. Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi. Dildoraxon, bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. So'boy 3 kun bo'ldi olib ketganiga. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, biznikini ham kech qurib olib ketishdi. Uchastkovoy kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rvani ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi, davlatdan nima qiladi shuncha bolani? O'zi bolalarning pulini zo'rg'a beryapti-yu, beradi. Avazoxun! Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ulug'bek Rahmatullayevning muxlislari. Menga o'xshab. Ulug'bek Rahmatullayev bu insonni men juda bir hurmat qilaman, qaysi tarafini hurmat qilamanki, Ulug'bek Rahmatullayev bachkana so'z ishlatmasdan, bachkana qo'shiq aytmasdan ham hit qo'shiqlar yarata olgan san'atkor. Rahmat. Baraka Charchamayapsizmi? Rahmat. Boringizga shukur, kelganingizga rahmat. Men yaxshi ko'raman qo'shiqlaringizni. Haligi dardli qo'shiqlaringizni, mana qo'rqmasdan dardli qo'shiqlar ham aytadi. Dadamga ichirmanglar, hali sovchi kelmagan qizlar, yaqinda hali qariyalar uyi degan qo'shiqlarini eshitib yig'ladim men.
zo'r joyi bor ekanda, endi ota kerak emasmi bolam, endi ona kerak emasmi bolam degan joylari bor ekan. Yig'ladim, lekin rostdan yig'ladim. Mashinadan qo'yib maza qildim. Shunaqa bir zo'r ijodlari bor. Ko'z tegmasin, men juda ham hurmat qilaman. Men so'zni hurmat qilgan san'atkorni hurmat qilaman. Ulug'bek rahmatulloh. Baraka toping. Mana endi siz bir maqting. Men haqida bir chiroyli gaplar gapiringiz. Ko'p aytmang, qisqaroq bo'lsin. Xo'p, qisqaroq aytaman. Nima desam bo'larkin? Uyatsiz so'zlarsiz, bemalol ota-onang bilan, ayollaring bilan, singling bilan kelib, uyalmasdan tomosha qilishni ko'rsatib qo'ygan. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo, yo'q. Nafaqat yer sharida, balki boshqa planetalarda, Mars, Neptun, o'zga sayyoraliklar ham muxlisi bo'lgan. Avazoxunga bitta qarsak chalib qo'ying. Bunaqa ta'rif bo'lmagan sizga. Yig'lavordim aka. Yig'ling, to'yib yig'ling. Odam yashamaydigan joylarda aytyapsiz. Qachondir borib qolishar balki, xudo xolasa. Salomat bo'ling. Ulug'bek rahmatulloh bilan birgalikda o'tgan yili Amerikaga borib keldik. Ko'rdinglarmi? Instagramlarda, internetlarda ko'rdinglarmi? Amerikada konsert qo'yib keldik. Yo'qda ham o'zbeklar ko'p ekan. Amerikaliklar yo'q ekan. Hamma o'zimiznikilar. Zo'r bo'ldi konsert. Endi bilasizlar, shu joyda bitta narsani aytib qo'yamiz, be. Ha. Mana siz hamma bir xushchaqchaq, kayfiyatli, xursand odam deb o'ylaysizlar-da, sahnada ko'rasizlar, hayotda g'ir teskarisi ekan shu bola. Mana shu safarga chiqqanda kimni qanaqaligini bilasan degan gap bor-ku, shu rost ekan. Yo, endi ayting-da mana. Men ayting-da. Qanaqaligingizni aytaymi? Nima qilganimni ayting, nima qilganimni Bu ayting. juda qo'rqoq bola ekan deyapsiz. To'xtab turing, juda qo'rqoq. Nimadan qo'rqdim? Samolyotdan qo'rqishni boshladingiz, meni yuragimni qo'rqitib. Ulug'bek o'zi qanoti shunaqa bo'ladimi? Hali tong turbulentga shunaqa bo'ladimi? Voy dod. Men 13 soat uxlab ketadigan odam o'zim ham ishonib qoldim, hozir bir narsa bo'lib qolsa-chi deb. Yo'q, men fobiyam bor, bilmaysizmi? Yo'q. U samolyot bir 6 soat uchgandan keyin jim bo'lib qoldi-da. Meni xayolimda lo'chiga uxlab qolyaptimi deyman. 6 soatdan keyin lo'chi gapirdi. Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz 60 balandlikda parvoz qilyapti. Havoning harorati -50 daraja. Xavfsizlik kameralari taqa qoldi. Qatnoq oxirigacha men Toshni uxlayapti deyman, bormi? Uxlab qolsa nima qilasiz? Ko'rinmaydi-yu. Uxlab qolmaysiz. U o'zini o'zi boshqarib ketgan samolyot. Antarktida tomonga qarab ketaversa nima qilasiz? Atlantika okeani ustidan uchib o'tib ketyapsiz. Yana eng qizig'ini aytaymi. Bitta samolyotdan qo'rqdim, xolos. Faqat samolyotdan emas. Yana nimadan qo'rqdim? Yana tumsoqdan qo'rqar ekan avaz. Eng qo'rqadigan hayvoni tumsoq ekan. Uyga bir kichkina bolasini kirgizib yuboringlar, ko'rasizlar nima bo'ladi. Biz borgan shtat endi issiq joy bo'lgani uchun aeroportdan tushishimiz bilan bir katta yoziqlar turibdi. Ehtiyot bo'ling azizlar. Ilonlar va alligatorlar. Timsohlar. Yo, endi bu yerda bor ekanda, hali biz borishimizdan bir kun oldin bitta kampirni yeb qolganini ertaga yeyman deb pastga olib chiqib qo'yibdi-ku. Rostdan. Yana eng qizig'i, men yotadigan joy bor-da, o'tda bizga joy qilib qo'yishgan, 2 qavatli bir bino, dachaga o'xshagan joy. Suvni bo'yida, suvni bo'yidaligi nima ayting? Suvni bo'yida krokodillar bor joyda. Meni xonamga chiqib yotyapti, ikkinchi etажga. Mendan oldin chiqyapti. Qo'rqqanda, endi qarasa eshikdan kirganda chap qo'lda bitta spalni, ikkita spalni tepada, bittasi meniki edi. Men xullas qo'rqmasdan, ko'rdingizmi, birinchi qavatda yotdim. Qo'rqmayman-da shuning uchun. Lekin siz qo'rqar ekansiz. Balon, qo'rqmaysiz. Ha. Balon, qo'rqmaysiz. Nima eshik quplab yotdingiz? Men uyda ham eshik quplab yotdim, mana uyimdagilardan so'rang. Ha, men 4 ta bolam bor, voy. Mani bolam yo'qmi? Meni ham bolam bor, o'shacha quplab yotdim. Sog'lom kelganimizga Xudoga shukr. Yana ham ko'payib ketibdi, yaqinda gaplashdim. Lekin konsert zo'r bo'ldi. Konsert, voy, dahshat. Mana shu konsertda men ularga sizni kuzatdim, endi birinchi marta kuzatishim. Keyin bir ikkita to'ylarda ham e'tibor berdim. Mana shu qiliqlar qilib qo'yar ekansan, seni sozandalar qilib narsa bir joyga qashlab qo'yasizmi, bir narsa qilib. Bir narsa qashib qo'ymayman. Yo'q, bir narsalar qilyapsiz. Yo'q, ana qo'shiq kuylayotgan paytimizda o'sha muxlislarimiz ana qo'shig'i aytib bering, onam bilan o'ynamoqchi edim yoki ana qo'shig'i kutyapmiz deb qolishadi. Ssenariyni o'zgartirish uchun imon ishoralar bilan da ko'rsatib boraman-da. Uzoqda turib. Tushunasizlarmi? Ha, harakat qo'l bilan. Qaysi qo'shig'i aytayman hozir? Tushunasiz. Masalan, haligi kapalaklar degan qo'shig'ingizni aytmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz, masalan?
Men bunaqa qo'yaman. Kapalaymi bu? Kapalak. Kapalay. Endi men bunaqa qila olmayman sahnada turib olib. Bo'pti, bunaqa qila olmasangiz. Men buni qanaqa tushuntirasiz masalan? Kapalaydan sal farq bo'lish kerak masalan. Hali qo'shig'ingiz bor-ku. Osmonlarda uchar oppoq kabutarlar. Unda sal qo'limni ko'taraman-da, teparoqdan mana qilaman. Bu kabutar. Bu kabutar. Men kabutar balandroqda uchadi-ku. Osonroq bo'lishi. Haligi yana zo'r ashulangiz bor-ku, haligi omadim kelmadi deb Inamarkada ashulat ekansiz-ku. Ha, u ham oson. Men cho'nchagimni qo'lim tiqaman-da, bo'sh cho'nchagimni ko'rsatib qo'yaman. Omadi kelmaganda ular. Hali bemor degan qo'shig'ingizni qanaqa tushuntirasiz? U oson lekin, men bunday qilaman. Boshqacharoq bemor ekanda u. Endi bizga farqi nima? Shu qo'shig'i tushunsa bo'ldi. Zo'r qo'shig'i bor. Juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rasizlar. Hozir eslataman hozir haligi. Bugun butkul qolmadi. Chin sevgiga ishonchim. Omonmisan, bormisan? Muhabbatda yolg'onchim. Aytyapti o'zi ko'pchilik. Mendan keyin bor bo'lib, yuribsanmi xor bo'lib? Yo'qlab qo'yay dedimda, oqibatli yor bo'lib yolg'onchim. U ham oson. Qanaqa? Shu yolg'onchini qanaqa tushuntirasiz? Qulog'imni bunday qilib qo'yaman. Quloqqa Endi lag'mon ilat deydi-ku qulog'imga. Yo, zo'r ekan lekin. Masalan, ota degan qo'shiq bo'lsa qanaqa tushuntirasiz? Ota mas'uliyat u qiyinroq. Qanaqa? Otada mikrofonda ashula aytayotgan bo'lsam-da tushiraman-da. Ha. Mo'ylov bo'lmasa-chi o'sha otani. Endi bizda farqi yo'q. Mo'ylov bormi, yo'qmi? Ota biz uchun bitta ota. Ona bo'lsa-chi? Ha, ona zo'r, ona boshqa. Ona qanaqa masalan? Onamni qoshini silab qo'yaman, ona qoshini. Qaynona bo'lsa-chi, mabodo. Qaynona degan ashula yo'q-ku. Endi mabodo bo'lib qolsa deb variantga olib qo'yganmiz, chap qoshimni silab qo'yaman bundoq. Qani dadamga ichirmanglar deb menda qilsangiz kerak. Tushundim men o'zi. Mana qarang, tushunib oldingizmi? Tushunib oldim. Keling bo'lmasa qanchalik bilganingizni hozir topamiz. Xo'p, men ko'rsating. Men endi topib beraman sizga. Men sozandezman. Aha, uzoqdan turib, men shu zakaz qilmoqchiman. Zakaz qiling. Dadamga ichirmanglar. Uradilar onamni. Avazaxon Gulroz qarsangiz azizlar. Rahmat. Ulug'bek Rahmatullayev. Salomat bo'ling. Rahmat. Muxlislarimiz sizga qoldiramiz. Bemalol. Kayfiyatlarni ko'tarib, men yo'qligimni bildirmaysiz. Salomat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yaxshi boring. Salomat bo'ling. Yugurib men. To'pliklari tushib qolsin. Hali indiski kinoda pardani orqasidan chiqib turadi-yu. Men xotiningizni birinchi eriman deb chiqib keladi o'sha. O'sha to'pliga o'xshaydi-ku. Bu Ulug'bek Rahmatulloyev bilmaysizlar, bu kiyim jinnisi ekan bu. Voy, yomon kiyim yaxshi, kiyinishni yaxshi ko'rar ekan. Amerikaga ketyapmiz, 3 ta chamadon ko'tarib chiqibdi. Mana shunday mashina chamadon. Ulug' akam qani, pardon, chamadonimda qoldi. Shu yerdaman deydi. Voy, bu chamadon nima? Sostavni savaldingizmi dedim. Yo'q, kiyimlarim deydi. Sotasizmi dedim. Kiyaman deydi. O'zi 21 kunga ketyapmiz. 3 chamadon kiyim olibdi. 3 chamadon. Amerikaga bordik. Aeroportdan chiqdik. Ulug'bek Rahmatullayevning chamadonlari alohida mashinada ketdi. Biz alohida mashinada ketdik. Meni chamadonim quchog'imda, ayni o'xshab ketyapman. Tizimga qo'yib olgan. Kichkinagina. Keyin borib joylashdik, Gazisiga joylashgandagi Telegramdan yozdim, Wi-Fi ni yoqib, "Qaytasiz?" desam, "Yoningizdagi xonadan" dedi. "Chiqing" dedi. Shunda chiqsam, sep yoyibdi. Oldin hali vodiylarda kelinlar sep yoyardi, to'ydan keyin esinglardanmi? Va hozir ham bor shunaqa sep yoyishlar. Voy, kiyimlarni yoyib bu yoqda hamma narsa bor. Chamadon, hamma chamadon. Kiyim o'zi hali karavotda mashnaqa siqib o'tiribdi divanning ustida, siqilib. Men aytdim, "Ha, aka" desam, "Oq shortigim qolib ketibdi" deydi. Dekabrda shorting nima qiladi? Nima qilasiz shortingiz ham cho'milgani boramiz-ku deydi. Qora shortida cho'milsa bo'lmaydimi dedim.
Shu avaz tushunmayapsiz-da, ukam. Men menga tushmaydi-da, deydi. Nima farqi bor u cho'milayotganda tushadimi, tushmaydimi? Cho'milayotgan paytingda men kiyimi to'g'ri kiymabdi demaydi-ku bu. To'g'rimi? 3 chamadon kiyim. Bu haligi shtatdan bu shtatga chamadonni sudrab yuribmiz. 3 kishi. Aytdim ularga dedim, shu 3 ta chamadon ko'targandan ko'ra uydagi shkafingizga g'ildirak o'rnatib olib chiqavermasdi dedim. Bir yo'l hammasini sudrab yuraverardik bitta qilib dedim. Ya'ni 3 chamadon kiyim olib borgan odam shopping qilaylik deydi. Yana kiyim olmoqchi. Kirdik katta mana shu xalqlar do'stligiga bir 3 ta keladigan gipermarket bor ekan. Gipermarket ekan u. Katta gipermarket. Bitta paypoq $35. Paypoq. Kastim shim beradi. Paypoqni puliga. Bu paypoq ham bunaqa chiroyli paypoq emas, anaqa paypoq. Men olmasam ham good, okay. No, ya. İçimde balani yepsan deyapman, balani yepsan. Olmayman baribir deyapman-da. Bir payt Ulug'bek Rahmatullayev Louis Vuitton degan magazindan $1 tupli oldi. Bir dona qora tupli. $1. Men aytdim, shuncha pulga shuni oldingizmi? Sen chiroyli kiyinib yurish sunnat deydi. Aytdim, aka buni puliga sunnat to'y qilsa ham bo'ladi dedim. Yana jigar rangini siz oling deydi. Men nima deyman endi, rangi yoqmadi deb qo'yaverdim. Bir oy Amerikada yurib bitta to'pli bilan qaytib ketmayman-ku. Uyda bolalarni nima olib keldingiz, to'pli olib keldim deymanmi? Ulug'am akim nima oldi desa, qorasini oldi deymanmi? Endi Ulug'bek Rahmatullayev har yil konsertlarda muxlislariga bir surpriz qiladi, qimmatbaho sovg'alar beradi. Bugun ham mana shu an'anani davom ettirgan holda boya va'da berdi. Avvazoxon bemalol e'lon qilavering. Zo'r sovg'am bor, qimmatbaho sovg'am bor deb aytdi. Mana shu sovg'ani hozir 3800 ta odam ichidan topamiz. U har bitta inson bo'lishi mumkin. Bitta qarsak bilan. Keling singlim. Salomat bo'ling. Xo'p, endi buni biz tortishimiz kerak, olishimiz kerak. Uning uchun bizga yordam beradigan insonlar kim bir xayrixoh, bir xolis inson yordam bersin. Bormi? Qizim, qiz qo'yib yuboring-chi, shirin qiz ekan. Keling. Voy, uni qaranglar. Sovg'a emas, sovg'a oladigan odam topib berasiz, xo'p? Keling, ismingiz nima? Dilnoza. Dilnozaxon. Qayerdan keldingiz Dilnozaxon? Toshkent. Toshkent. Ulug'bek Rahmatullayevni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Qaysi ashulasini yaxshi ko'rasiz? Nimada? Nimada? Yulduzim degan qo'shig'ini. Yulduzim. Aytib bera olasizmi? Esimda yo'q-da. Jonim yulduz. Endi bizda sevmoq bor, Ko'rishmoqlik yo'q, xotiradan ochmoq bor, o'charmoqchilik yo'q. O'sha qo'shiqni yaxshi ko'raman. Oramizda araz bor. Ko'rishmoqlik yo'q, xotiradan ochmoq. Bu joyini aytdi. Salomat bo'ling. Endi bu yerda qatorlar bor. Mana siz chiroyli qizchamizni birinchi qatori tortasiz. Buni aralashtirib, ichiga qaramasdan bittasini olasiz. Yaxshilab aralashtirib oling. O'zingiz menga qarab turing. Oling endi bittasini oling. Qani. 18-qator. Daqsam 81 bo'lib qopti mana. 18 bu. Ko'rdinglarmi?
18 qayerda o'tiribdi 18? Voy! Xursandmisizlar? Biletinglarga yaxshilab qarab turinglar. Hozir joy chiqadi. Endi joyini olamiz, joyini. Keling. Endi joyini tortib berasiz. Bitta joylar bor. Buni ham yaxshilab aralashtirib yuboring. Mana shu yerda o'tirgan 80 ta odamni aralashtiriryapti hozir. Yuragi o'ynab o'tiribdi hozir ularni. Endi bittasini oling. Oling. Oh! Nechi bu? 29. 18-qator 29-joy egasi. Bitta chiroyli qarsak olib qo'yinglar. Biletingizni ham olib chiqing. Rahmat sizga. Katta qiz bo'ling. Voy, naq qo'ying. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling, katta qiz bo'ling. O'zi ancha katta qolibsiz. Keling opa. Biletingiz qo'lingizdami? 18-qator 23-joymi? Qarsak bo'lsin, qarsak bo'lsin. Qarsanglar bo'lsin. Keling, keling, keling. Keling. O'zi ayollarga chiqyapti. Ayollar omadli erkaklarga qaraganda, o'zi o'tirganlar ham ko'p ayollar ekanda. Keling, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kelavering, kelavering. Sahnaga birinchi chiqishingizmi? Hayajonlanmayapsiz-ku? Mabodo o'qituvchi emasmisiz? O'qituvchiman. Bitta ko'rganda bildim-da. Qaysi fandan dars berasiz? Rus tilidan. Bitta ko'rganda bildim o'qituvchiligingizni. Chunki odob bilan agar boshqa kasb bo'lganda rus tilidan. Qaysi maktabda, qayerda? Jizzax viloyati G'allarol tumani 25-maktab. Vo! Qarsak bo'lsin. G'allarolinglar ko'pmi? Voy, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Bugun dars o'tmabsiz-da, значит. Dars o'tib kelyapti. Dars ham o'tdingizmi hali? Voy, aylanib ketay. Ismingiz nima? Dinara. Dinoraxon opa, salomat bo'ling. Ismingiz ham ruscharoq ekan. 18-qator 29-joy. Buni Orient Finans Bank olgan ekanlar. Etiketdan olgansiz, a? Mana yaxshilab operatorlar ko'rsatib qo'yasizlar. Salomat bo'ling. Sovg'ani Ulug'bek Rahmatullayevni o'zlari topshiradilar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev, marhamat, keling Ulug'bek. Tabriklayman, rahmat. Avazoxon, qarsangiz azizlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu yil konsert dasturimizning homiysi ajoyib ijodkorlar. Men juda hurmat qilaman. Mana shu insonlarda xalq uchun bir manfaatim tegsin degan ma'noda ajoyib mana shu Numa savdo belgisi, ajoyib vitaminlar, sog'liq uchun foydali. Bitta qarsak chalib qo'yaylik. Mana shu ijodkorlarga rahmat. Ha, sal ensiz qotib qoldi. Nima bo'ldi? Qo'lingizdagi soatingizga qarang, berayotgan narsangizga qarang. Siz nima bu sog'liq bilan bog'liq narsa eng qimmat narsa emasmi? Paket Eng qimmat narsa sog'liq emasmi azizlar? Bu vitaminlarni ichsalar hali Dinar opamiz o'qituvchi ekanlar, energetik mana mahsulotlar bor, vitaminlarda bir mazza qilib bir darslar beradi. Albatta hozir buni o'zim emas, hammasi paket ko'tarib kelganingizni qarang. Ya, to'xtab. Ajoyib sovg'a bor. Sizni ko'rsataman birinchi. Bormi? Ha. Dinar opa bor ekan. Qimmati bor ekan. Tabriklayman. To'g'ri nima ekan bilaylikchi? Pul bo'lsa-ya. Hammamiz yoshligimizdan borishni orzu qilgan umra ziyoratiga sizga yo'llanma beraman. Voy, Dinar opa, xursandmisiz? To'xtang endi. Mayli, bitta yig'lab oling, keyin gaplashamiz. Borganmisiz, bormaganmisiz? Bormaganman. Niyatingiz bormidi? Bor edi. Sog' bo'ling. Rahmat Dinar opa. Borganda bizni ham eslab qo'ying, xo'p? Muborak bo'lsin. Men buni menga berib turing-da. Sizga og'ir ko'tarish mumkin emas. Bunaqa hayajonli paytda og'irlarni ko'tarish mumkin emas. Keling do'stim. Kel Sarvar. Dinar opamga Shu shogirdimga bitta qarsak chalib qo'ying Sarvar. Bitta qarsak chalib qo'ysin. Haligi bular to'lqinlanib, ko'zlariga yosh kelganda
ana qo'shig'ingiz esimga tushib ketdi. Qaysi? Shu yigitlar so'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, otam hoji qilaman, onam hoji qilaman. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, muxlislarim hoji qilaman. Ulug'bek rahmatullohi. Avazoxun Guldiroz Qavsangiz azizlar. Shu qo'shig'ingizni eshitsam men yig'lab eshitaman Alloh aka. O'zimga ham juda yoqadi. Avval sizga alohida rahmat deyman. 7 kun davomida meni konsertimga kelib oldirib keling, endi oldirib keling. 7 kun o'z vaqtida kelib, mas'uliyatni his qilib, muxlislarimni juda ham bir kayfiyatini ko'tarib berganingiz uchun alohida sizga rahmat. Avazoxun. Rahmat. Rahmat. Rahmat.